Polisni rasmiylashtirib, keyin klientga olib tushib bergan, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Yangi bolalar shartnoma qilish boshlabdimi? Bilmadim aka, nima qilyapti, ko'ramiz qachongacha borar ekan. Nima deysizni tushunmadimmi? Depozitmi? Moliya tomonidan problem bo'lsa aytasiz. Fotima opa, bu sizga opa. Rahmat. Nimadir iltimos qilmoqchisiz shekilli? Yo'q, opa, men bilasiz, o'zim shuni bilasiz-ku. Erta qoling, nima iltimos qilmoqchisiz? Hop, qarang opa. Uncha unaqa qiyin ish emas o'zi. Rosa uzoqdan turib sizga Fotima opa, "Ha, shunaqami?" desam, "Ha, shunaqa" desangiz bo'ldi, opa. Shuni o'zimi? Da, shuni o'zi. Bo'ldi. Okey. Rahmat opa. Nima gap? Sen o'zi polis rasmiylashtiryapsan. Ha, sayohat sug'urtasi bo'yicha. Mijoz kutib turibdi. Bugun uchib ketar ekan. Sen nima yig'ilishga tushmading o'zi? Xabarim yo'q, qanaqa yig'ilish? Adashmasam, pastdagi xodimlar uchun yig'ilish bo'pti. To'g'rimi Fotima opa? Ha, shunaqa. Ko'rding? Unda men majlisga tushib kelaman darrov. Bo'lmay qara, qanaqa majlis etyapsan? Qo'yaver, hazillashyapman. Bosh ishladi yana. Sen bu yerda nima qilyapsan ishingni qilmasdan? Men haligi o'zim Mijoz kutib turibdi. Yurishingni qara. Polis tayyormi? Ha, tayyor. Bo'l, hozir aytib boring. Alo. Sug'urta polisingiz tayyor. 1 daqiqada qo'lingizda bo'ladi. Mama, sayohat sug'urtasini sen qilganmisan? Ha, men qilganman. Mijoz Gruziyaga ketgan. U bilan baxtsiz hodisa bo'lgan. Xo'p, Xarajat esa $3,500. nima bo'pti? Biror muammo bormi? Sen bo'lsang Nima? polisi umuman boshqa davlatga yozgansan. Lekin men unaqa yozmagandim. Tushunmovchilik bo'ldi shekilli. Turg'un aka, o'zi bu shartnoma bo'yicha xarajatlarni qoplab bermaslikka haqqimiz bor ekan. Ko'rgan bo'lsangiz, polis ichida umuman boshqa davlat turibdi. Hech bo'lmaganda mijoz polisni olishidan oldin bitta tekshirib olsa ham bo'lardi. Aziz aka, vaziyatdan xabarim bor. Mijoz ma'lumotlarni to'g'ri bergan bizga. Bizning xodimimiz dasturga ma'lumotlarni noto'g'ri kiritgan ekan. Demak, mijoz ustimizdan jalba qilsa 100% haq ekanda. Kechirasiz. Maylimi, mijozga men o'zim tushuntirsam, bu xatoni men qilganimni. Ayb kimdaligini tushuntirish emas. Mijozni rozi qilishimiz kerak. Biz majburiyatimizni bajaramiz, mijozga to'lov qilib beramiz. Men Sizning masalangizni esa rahbariyat ko'rib chiqadi.